Mana assalomu alaykum. Hurmatli fermer akalar, bugun 15-mart 2025-yil. Avvalambor assalomu alaykum dehqon bolalar, fermer bolalar. Mana endi u kuz paytida edi. Mana hozir bugungi chislo mana 15-mart 15-mart 2025. Buni oktyabr oyida ekkanmiz, qaysi oyda ekkanmiz? Oktyabrda 20sidan keyin ekkanman. Oktyabr 20sidan keyin ekilgan ekan, qaranglar. Endi bu g'alla hozir qarang, bu hali selitra yegan emas. Aha, hali o'g'it berilmagan. Endi o'g'it berilmaganim sababi bankdan resurs chiqara olmay qoldi. Keyin klaster beradigan bo'ldi. U klaster keyin bizga bermaydigan bo'ldi bir sabablar bilan. Endi o'g'itga yetib keldik, lekin yomg'irli kunlar o'tkazib qo'ydik. Lekin harakatdan to'xtaganimiz emas. Mana bizning yutuqimiz mana shu Smart Organic bilan ishlagan, birgalikda ishlaganimiz mana natijador bo'lib turibdi. Yomon emas. Hozirgi kunda g'allalarga solishtirganda orqada qolgan emas. Oldinga o'tgan bo'lsa o'tgan g'allamiz boshqalardan o'tgan emas. Lekin men hozir shu narsadan tajriba qilgan narsam bitta narsa bo'lyaptiki, men kuzda sug'ormaganman g'allani. Sug'ormay undirib olgan edik g'allani. Mana hozirgacha ham sug'oralganim emas. Hozir sug'oraman desam, mana begona o'tga ishlash uchun texnika kira olmay qolishi sabab bo'lyapti. Endi suvni qo'yaman. Lekin suv quymaganim menga foyda berganday bo'lib turibdi. Yana ham balkim ziyon taraflari bo'lmasa, hozirgi kunda foyda berganday qilib sezyapman. Nimagaki, mana bu sug'orilmagan. Mana g'alla sug'orilmagan, lekin mana tagi yer yumshoq bo'lganligi sababli, ildiz chuqur ketganligi sababli, ildiz yaxshi sistemasi rivojlangani sababli mana shuni rivoji yaxshi deb hisoblab o'tiribman. Bu aytganingizda hozir men ko'p dalillarga borib ko'rib kelyapman-da. Endi o'sha tajribali fermerlardan surishtirib, gaplashib, ko'p joylarda ko'zim bilan ko'ryapmanki, sug'organ joylarcha tirishib, shu ana qotib, yorilib. Sug'orishda bitta narsa bo'ladi-da, aka. Sug'organdan keyin mana bu yer zichlashadi. Zichlashgandan keyin o'z-o'zidan zich yerda ildiz yozishi qiyinlashadi. Shuni hisobiga nima? Endi hozir ildiz zo'r rivojlangan, qancha oziqa bersak ham olishi oson o'zlashtiradi o'ziga. Mana bu barik sistemasi ham yaxshi, yerga shimilishi ham yaxshi bo'ladi. Yerga shimilishi ham yaxshi bo'ladi. Yumshoqdi, mana yumshoq. Suvda qotib ketmagan. Shu tajribani mana sizlarga yorityapmiz. Mana shu tajribani shu yilga kelib shuna qilyapmiz. Yil yaxshi keldida, kuzda yomg'irni Xudo ham berib turdi, ikki yomg'ir yog'di, o'zi qaradik. Rod enerji bilan tez rivojlanib, tez unib chiqdi. O'zi qaradik, sug'orishdan to'xtadi. Sug'orish fikridan qaytdikdan sug'ormadik. Kecha mana mutaxassislar, hokim bolalar ham keldida, g'allaga qoyil qoldi, lekin sug'ormaganimda aytmadim lekin. Aytmadim, sug'organim emas desam, balkim noto'g'ri qilibsan deb qoladimi deb sug'ormadim deb aytmadim. G'allani lekin haqiqatdan men itilab berib aylanib yurib